4391-bilet. Ekran ko'rmaganda ikki turib laklab bosib qo'yamiz aziz do'stlar. Ekran ikkitadan urib laklab bosib qo'yamiz. Hey, $1000. Gap yo'q. 4391-biletga $1000 chiqib ketdi. Aziz do'stlar, gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. 4391-biletimizga $1000 chiqib ketdi. Aziz do'stlar, $1000 sohibini hozir aniqlaymiz. Aziz do'stlar, sizlar bilan birgalikda. Hozir qo'ng'iroq qilamiz. $1000 egasiga aziz do'stlar. Ekran ko'rmaganda ikki turib layklar bosib tashlaymiz aziz do'stlar. Bosamiz aziz do'stlar, layklardan bosib tashlaymiz. Shuncha odam kuzatyapti, atigi 200 dan ziyodroq layk yig'ibdi aziz do'stlar. Bitta bossak aziz do'stlar, 1000 talar layk bo'lib ketadi aziz do'stlar. Bosamiz. Ko'taring endi. Kim ekan bu bali inson? Aziz do'stlar, seviyasi yo'qmi nima bo'la? O, молодец, chaqirdi meni. Hozir aniqlaymiz. Assalomu alaykum. Sizni Muhammad Chesi kanalidan bezovta qilyapmiz aka. Qayerdansiz? Ismingiz nima? Nechinchi yilsiz? Akajon, Shovqinda ekansiz. Qayerdansiz? Ismingiz nima? Nechinchi yilsiz? Akajon, shovqin kelyapti sizdan. Iltimos, chekkaroqqa, tixaroq joyga o'ting, spokойно gaplashamiz. Muhammad Chesi kanalidan bezovta qilyapti sizni. Aka, chekkaroq joyga, shovqin bo'lmagan joyga o'ting. Seviyasiz yaxshi emas. Hozir sizga yutuq chiqdi, shuning uchun sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Agar gaplashishda iloji bo'lmasa, boshqa kunga biz qoldiramiz. Nima deysizlar aziz do'stlar? Nima qilamiz aziz do'stlar, o'yin davom ettiramizmi? Yo'q, qo'ng'iroq qilamizmi? Qani yozinglarchi, ovozim yaxshi boryaptimi? Ovoz borayotgan bo'lsa, plus yozib qo'yinglar. Yaxshi eshitilyapti dedilar. Gulnor opamiz lekin ovoz kelmayapti, ovoz juda past debdi. Ovozim bormayaptimi aziz do'stlar? Gulnor opa, bo'lishi mumkin, sizda seviyasi yaxshi bo'lmasligi mumkin, o'pirlaringizni sozlab olasiz. Menimcha yaxshi ishlayapti-ku, shuncha odam yozyapti-ku mana. Yaxshi kelyapti deb ovoz yozishibdi mana. Mansurbek, yana Dankemi. Musofir. Qo'ng'iroq qilamizmi aziz do'stlar? Gaplasha olmasak, qoldiramiz. O'yin davom ettiramiz. Hali oldinda prizlarimiz bor aziz do'stlar. Aka, gaplasa bo'ladimi endi siz bilan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhammad Chesi kanalidan bezovta qilyapmiz aka sizni. Qayerdansiz, nechinchi yilsiz, ismingiz nima? O'zingizni tanishtirib o'ting. Qayerdansiz, ismingiz nima sizni? Nechinchi yilsiz, o'zingizni tanishtirib o'ting.
Yo, bo'lmaydi. Siz bilan bu turishda gaplasha olmaymiz. Sviyaz yaxshi joyga chiqarsiz, gaplashamiz. Sviyaz tinch bo'lgan joyga chiqing, telefon qiling bizga. Bo'lmasa qoldiramiz biz. Shovqin. Slishkim shovqin. Nima qilish kerak aziz do'stlar? Slishkim shovqin. Bu shovqinni men masalan tushunmayapman-da. Meni gapimni u inson ham tushunmayapti. Men nima qilay? O'yinda tushunmasang, u gapiga qanday men savoliga javob beraman yo meni savolimga u qanday javob beradi? Xullas, aziz do'stlar, $1000 ga 4391 bilet mana. Menimcha yoshroq bola shekilli. Ketdi. Qo'ng'iroq qilyapti aziz do'stlar. Sviyazingiz yaxshi emas. Sviyazingiz yaxshi emas. Alo. Alo. Va alaykum assalom. Boya yomon shovqin keldi-da aka. Aka. Qayerdansiz? Tanishtirib o'ting o'zingizni. Men Farg'onadanman aka. Nechinchi yilsiz? Ismingiz nima? Sardor. Aha, Sardorbek aka, hozir qayerdasiz? Nima ishlar bandsiz? Darsda aka o'qiyman. Ha, studentmisiz? Ha. Gap yo'q. Akajon, bizni kanalimizda, bizni o'yinimizda bilet xarid qilgan ekan. Necha bilet xarid qiluvdingiz? Bilet raqamingizni aytsangiz. Hozir aka 1 minut. Aha. 4391 bilet raqami. Ha. Judayam yaxshi. Sir bo'lmasa, bizni kanalimizga qanday qo'shilib qoldingiz? Kim tavsiya qildi? Do'stlarim asha aytgan uchun bilet xarid deganni xarid qildim aka. Anchadan beri ishtirok etasizmi kanalimizda, o'yinlarimizni kuzatib borasizmi? Yo birinchi ishtirok etishingizmi? Oldin aka, anchadan beri ishtirok etaman. Judayam yaxshi. Haqiqatan ham Muhammad Chesni kanalida ishtirok etib, bizdan $1000 yutib oldingiz. Tabriklayman. 4391 biletingizga $1000 chiqdi sizga. Rahmat. Obunachilarga tilaylaringiz bo'lsa bildirib qo'yasiz, yutganlar bor, yutkizganlar bor bu o'yinda. Aka, o'ynaylar, yaxshi o'ynagan, yuksak bo'larkan. Aha. Ishonch bo'ldimi? Ishondingizmi? Ishonch bo'lgan aka. Gap yo'q. Ishonchingiz uchun kattakon rahmat. Aka. Operatorlarimiz sizga bog'lanishadi, pulingizni kimga qayerdan olishingizni o'zlari tushuntirishadi. Aka, rahmat. Mayli, xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Student bola ekanda. Gap yo'q, mayli. $1000 chiqib ketdi aziz do'stlar, hali oldinda boshqa yana $1000 nechta qoldi? Adazon 3-4 ta qoldi menimcha. 3 tami. Nechta qoldi? Ha, 4 ta qoldi. 4 ta $1000. 50 ta 10.000 rubl. Va $100 ham bor aziz do'stlar. Davom ettiramiz. Aziz do'stlar, mana bu yerda barcha biletlar bor mana. Ko'rsatib qo'yish shuni sizlarga mana. Mana aziz do'stlar. Mana sizlar xarid qilgan biletlar shular. Hammasi mana shu yerda. Hech qanday yolg'on yo'q, hech qanday yashirin nima desa bo'ladi, yashirin bir harakatlarsiz halol o'tkazyapsiz aziz do'stlar, sizlar bilasizlar. Yaxshi aralashtiryapsiz, yaxshiroq aralashtiring debdi akamiz suhbat berdi. Bo'ldi, inobat qilamiz mana.
72-bilet. 72-bilet. Yetmiş ikkinchi bilet. Keyingi turga bilet olmaganlar bilet olib qo'yasizlar do'stlar. Telegram kanalimizga o'tsanglar, Telegram kanalda barcha o'yin haqidagi ma'lumotlar berib borilyapti. 3000 rubl. 3000 rubl. Tabrik. 3000 rubl chiqib ketdi 72-biletga.